havosi toza joylardan kvartira qidirganda bo'lsa, mana shu taklif bitta o'ylab ko'rmaysizlarmi? Akalar, Bo'stonliq tumani G'azalkent shahrida Orentir qorong'u bozor botdi. 4 etajli domni 3-etaj joylashgan 3 xonali kvartira srochna sotiladi. Atrofda ko'rasizlar, avtoparkovочный joylar, bolalar o'yingohi, oilaviy dam olish joylari, gaz, svet, suv, umuman muammosi bo'lgan joylarda endi ichkaridan ham ko'rib chiqamiz. Podizisiyadan kiraverish, kichkinagina hol, xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. Umumiy 3 xonali botdi. Bu yerda birinchi bolalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Remontlari o'rtacha holatda, baribir kelib bitta remont qilish kerak bo'ladi. Bu yerda bitta katta yotoqxonasi va keyingi xonamiz katta zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. E'tibor beringlar, har bitta xonaning o'zini ko'chaga qarag oynalari bor. Bu yerda alohida vannaxona joylashgan bo'lsa, bu yerda hojatxonamiz joylashgan. Bu yerda alohida ayollarimiz uchun kuxnya joylashgan bo'ladi va kuxnyadan balkonga o'tishimiz mumkin. Balkonga ko'rasizlar, bemalol ovqatlanish, oilaviy dam olish uchun sharoitlarni yaratib qo'yishibdi. Ko'rganinglardek, kvartiramiz remontlari o'rtacha holatda, kelib baribir bitta remont qilish kerak bo'ladi. 4 etaj domni 3-etaj joylashgan 3 xonali kvartiramizni narxini sizlar uchun $62,000 ga qo'yamiz, razdelniy. Albatta kelishiladigan joylari bor. Pastda egalar nomerini qoldiramiz, bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi.